Assalomu alaykum. Yunusobod 19-kvartalda Novostroykamiz arendaga berilyapti. Mana kuxnyasi. Kuxnyada hamma narsa joylashtirilgan. Холодильник, kirmoshina. Mana bu bizning plashatkamiz. 3 xona. Mebel texnikalari hammasi qo'yilgan. Kirganimizda samodyolimiz ham bor. Mana bu yerda vannamiz kattagina. Bu yerda tualetimiz. Kassa bilan. Bu yerda kirganimizda razdelli xonalari hammasi. Bu yerda spalnigimiz. Spalnigimiz ham hamma narsasi bor. 2 kishilik spalni. Hech kim hali yashamagan. Bu yerda detskiyimiz. Detskiyimiz ham yosh bolali ikkita bo'lsa, bemalol sig'adi. Kiyim ilishi, kiyimlari, joylari ham bor. Bu yerda zalimiz. Zalimiz, divanimiz bor, raskladnoy. Bu yerda televizor. Polностью mana shu yerda egallagan balkonimiz bor, terasimiz bor. Balkonda mana ko'rishingiz mumkin. Mana terasa polностью shu balkonni olgan. Mana butun balkon. Terasimiz bor. Yunusobod 19-kvartal 3 xona. $600 so'rayapmiz. Kelishadigan joyi bor. Telefonlarimni yozib qo'yaman.